Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Ro'za hayit munosabati bilan men bu qitimliq darsda hammamizga tanishtiq bo'lgan hayit bayramlarimizda kam bo'lsa bo'lmaydigan samo usulini tanishtirib o'tmoqchiman. Samo usuli Uyg'urlarning tarixiy va an'anaviy usullarining va shundaqla 10 cho'ng usulining biri bo'lib, u o'zining o'ynaladigan so'rinlariga qarab cho'ng samo usuli, bayram samo usuli, muqam mashrab samo usuli va sho'x samo usuli qatorliq turlarga bo'lindi. Samo usuli boshqa Uyg'ur usullaridan farqli holda eng zo'r kollektivlikqa va o'ziga xos usul harakatiga ega. Samo usulining tarixi intayin uzun. Ajdodlarimizning qadimgi ovchilik davrida ov g'albisini tabriklab, kollektiv usul o'ynash odati bor bo'lib, shamanizm davrida samoga, ya'ni ko'k cho'qinish asosli o'rinda turg'achqa, g'albi tantanasi badaliga o'ynaladigan bundaq kollektiv usul samo usuli, ya'ni xalq tilida samo silish deb atalib kelgan. Uyg'urlar islom diniga e'tiqod qilgandan keyin, bo'libmi Naqshbandiya mazhabi to'plashib tilovat qilganda, samo usuli orqali iloh bilan aloqalashish vositasi sifatidagi zikr qilish bilan uchrashgandan keyin, texmo butun bir gavda bo'lib, hozirgi samo usuli sifatida zamonimizga yetib kelgan. Samo usuldagi zikr qilish to'plashib o'tkazgan yig'ilishni ko'rsatadi. Zikr qilish ana shu marosimda halqa shaklda yumuloq bo'lib o'tirib o'ynaydigan halqa samoning boshlanish qismidir. Zikrning ahangdorligi kuchli bo'lib, har qanday halqa samoning kayfiyatini yuqori ko'tarishda muhim ahamiyatga ega. Samoning zikri qismi 8 dan 5 taktlik udarda o'ynaldi. Uningdan boshqa samo usulining xarakteri g'albini va shod-xo'ramlikni tantana qilish bo'lg'achqa, Qashqar hitgoh oldida ro'za va qurboniyat kunlari mushundaq kollektiv samo usuli o'ynash orqali hit xushalligini tantana qilish odati avloddan avlodga davomlashib kelmoqda. Qashqar hitgoh jamoasi oldida o'ynaladigan samo usuli asosan erlar tarafidan o'ynaladigan bo'lib, bu 4 dan 4 taktlik udarda ijro qilindi. Men avval qizlarning samo usul qadamini ko'rsatib o'tgandan keyin, ondan o'g'illarning harakatini tushundirman. Ders oxirida hammanglarga ro'za yetliq tayyorlagan bir sovg'ani sunmoqchiman. Amsa darsni oxirigacha davomlashtirib ko'rishni unutmang. Qizlarning samo usuli asosan samoning 8 dan 5 taktlik udarida, ya'ni zikri samo qismida ko'p o'ynaldi. Qizlarning samo usuli silliq, yenik o'ynaladigan bo'lib, ko'pincha o'z o'rnida ham oldiga silliq yurib va yoki tizilib o'ltirib o'rinlandi. Men qizlarning asosli qadam harakatlarini ko'rsatib o'tay. To'lqinsimon samo qadamining shakli taq jup qadam harakatiga o'xshab qolgan bo'lib, 2 taq qadamni ilib, ondan 3 qadamni o'z o'rnimizda olamiz. Taq qadamni qo'shmay o'rlashqimi bo'ladi. Tizlar azroq egilib, yuqori tuvan ko'tarilib, to'lqinsimon shaklni hosil qildi. Qaychi shakli samo qadam harakatidami 3 qadamni ilib bir to'xtaymiz. Buning shakli qadamni yonga cho'ngroq ilib, qarshi tarafga qaratib to'xtamiz. Udarga tushirishdan burun qo'l harakatlarini ko'rsatib o'tay. Samo qo'l harakatidagi atalg'ularni bo'lsa, taq qo'l, jup qo'l va yon qo'l samo harakatlari deb ataymiz. Taq qo'l samo harakati. Jup qo'l samo harakati. Va yoki yon qo'l samo harakati.
Qiynamsa bu harakatlarni udarga tushiraylik. Әмді қол və put hareketlerini birleştirip udarga tushiraylik. O'g'illarning samo usulining qadam harakatları bir qadar ko'p bo'lib, to'lqinsimon samo qadami, qaychi shakl samo qadami, moka tushti samo qadami qatorliq bir necha xil qadam harakatlari samoning 8 dan 5 tatliq zikri samo qismida silindi. Hamma erlarga tanishib bo'lgan Qashqar hitqoq samosi bo'lsa, 4 dan 4 tatliq dangsep samo qadam harakatida silindi. Qadam harakatlarini ko'rsatishdan burun bir necha xil qo'l shakllarini qistirib o'taylik. Alqan qo'l shakli. Yana birsi kavak mush qo'l shakli. Baş barmoq qo'l shaklimi o'g'illarning usulida ko'p uchraydi. O'g'illarning qadam harakati eg'ir, mazmut elinishi kerak. Eng muhimi udarga tushirib, ritmni saqlab menish. Qaychi shakl samo qadamida 3 qadamni elib bir to'xtaymiz. Buning shakli qadamni cho'ngroq ikki yonga elib, qarshi tarafga qaratib to'xtaymiz. Bir necha xil qo'l harakatlari bilan birlashtirib ko'rsatib beray. Moka tushti samo qadamida yanchi turib oldiga yuramiz. Bir pot o'z o'rnida ritmni saqlab mangdu, yana bir pot oldiga 2, keyniga 1, ondan yana oldiga bir qadam ilib, moksimon holatda yuriydi.
Толқын ясап yurish samo qadimida 3 qadam bilan yurib, 4-udarda 2 putni juplab, yerga qattiq tasab to'xtaymiz. Qo'l harakatini birlashtirib, udarga tushirib ko'rsatay. Qo'lning shakli kavak mush qo'l shaklida bo'ldi. Dangsab samo qadimi ritm jihati farqlangan bo'lib, 4-4 taktlik udarda ijro qilindi. Karmi qadam shaklida 2 yonga dangsaymiz. 4-taktda yuqoriga sakraymiz va yoki birini peqlaymiz. Dangsab samo qadam harakatini 2 yonga yoki oldi keyniga va yoki chambarsimon shaklda aylanib turib qilishga bo'ldi. Qinamsa qo'l harakatlari bilan birlashtirib ko'rib boqaylik. Qo'l yugab samo silish. Ders oxirida hammanglarning huzuriga kasbdoshlarim va bir necha talantliq yosh qiz-yigitlar bilan birlikda tayyorlagan samo usulini huzuringizga sunmoqchiman. Qina amsa hammaylar birlikda samo salayli.